Gemoroydu darılap operatsiya qila turgan bölüm komanda işleydi. Bu gemoroydu jashirib semichkeday, jugurmakaday qilib qarmab saqtab juravermay olib kelib ko'rsatdi. Lazerlik yo'l bilan operatsiya qilib deb aytsak bo'ladimi? Lazer apparati yordamida operatsiyalar qilinadi. Саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу Тескабар каналынын көрүүчүлөрү, ассалому алейкум. Биз Өзбекстандабыз, Андижандагы Хумомет клиникасына келдик. Бул клиникага экинчи жолу баш багышыбыз. Хумомет клиникасында проктология бөлүмү, тагыраагы геморройду дарылап операция кыла турган бөлүм команда иштейт. Бул жерде билесиздер, тажрыйбалуу, күчтүү дарыгер, хирург Хасанбай мырза турат. Буга чейин дагы келип ушул жигит менен таанышып, сүйлөшүп кеткен элек. Мурдагы чыгарылышта дагы көп нерсени айтып берген. Бүгүн дагы биз Хумометтин атайын студиясындабыз. Көңүл буруп туруңуздар, урматтуу мекендештер. Бул геморрой деген нерсе уялып эч кимге айтпай жүрө бере турган нерсе экен да. Көпчүлүк адамда бар, бирок эң жакын адамына дагы уялып айтпайт. Жүрө берип, таза геморрой канап болбой калганда, атышып таза болбой калганда, анан кийин бирөөгө жакынына айтат, же болбосо кайсы бир дарыгерге барып кайрылат. Антип жүрө бермей жок, эми түп-түз эле чек арадан өтүп Хумометке Андижанга келе бересиздер. Хасанбай ака, сизге туш келдик. Assalomu alaykum. Hurmatli Otoqul akani kuzatuvchilari, bizni Humomet klinikamizga xush kelibsizlar. Humomet klinikasi Andijonda o'sha proktologiya bo'yicha ixtisoslashgan klinika. Qirg'izistondan juda ko'p bemorlar bizga o'tishadi, davo topishadi, davolaymiz. Zo'r bo'ladi, xudo xolasa yaxshi bo'lyapti. Siz emnenin jardamı menen operatsiya qilasiz? Hozirgi kunda Humomet klinikamizda hamma malainvaziv eng so'nggi texnologiyalar bo'yicha operatsiyalar yo'lga qo'yganmiz. Bularga mana ligashur apparati, garmonik usulida, lazer yordamida operatsiyalar qilinyapti. Avvalgidek og'riq, qiyinli operatsiyalar o'tkazilmay qo'ygan, qonli, uzoq muddat operatsiyadan keyingi uy sharoitida yotib, davolanib, перевозкаlar olishlar bo'lmay qo'ygan. Hozir og'riqsiz, tig'siz usullarda operatsiyalar qilish, operatsiyadan keyingi davrda tez mehnat faoliyatini tiklaydigan usullarda operatsiyalar qilishni yo'lga qo'yganmiz klinikamizda. Demek buna apparatlardan jardamı menen degen sözdü biz lazerlik yol menen operatsiya qiladi deb aytsak bo'ladimi? Bo'ladi. Lazer yo'q, mana lazerimiz bor. Rossiyadan olib kelingan lazer apparati yordamida operatsiyalar qilinadi. Faqat uni ko'rishimiz kerak, bemorda bunga ko'rsatmalar borda, mana bizga bu yoq aytgandek gemorroyni yashirib yurib oxirgi stadiyalarda keladi. Unda lazerda qilish imkonsiz bo'lib qolishi mumkin. Shuncha avval ko'rib turib, tashxis qo'yib, keyin tavsiya qilinadi. Agar lazerda bo'ladigan bo'lsa, lazerda qilib beriladi. Yoki yana ligashur apparatimiz bor. Bu shu tushiradi, hamma bosqichlarda gemorroyni davolasa bo'ladi. Ligashur, garmonik usullarda operatsiyalar qilishni yo'lga qo'yganmiz. Hasanbay Mirza, siz o'zi bu proktologiya bilimin qaysi yoqdan olgansiz? Qayerdan o'qigansiz? Proktologiya bo'yicha o'zi 5 yillik stajga egaman. Rossiyada Rijix hamda Sechenov universitetlarida o'qib malaka oshirib kelganman. O'sha ko'proq malainvaziv usullarda operatsiya qilishni o'rganib kelganman. Bu gemorroy o'zi qayerdan paydo bo'ladi? Gemorroyning sabablari gemorroy ko'p o'tirish, og'irlik ko'tarish, nasliy moyillik, ich qotishi, ayollarda homiladorlik kabi kasallar sabablar ko'proq shu gemorroyga olib kelinadi. Ayollarda to'rtdan da paydo bo'ladi, ha? Tug'ruqdan keyin homiladorlik, tug'ruqdan keyin ko'p ayollarda ko'p paydo bo'lib qoladi shu. Bu gemorroy degan narsa atın o'chkir gemorroy. Qancha turga bo'linadi o'zi? Birla turi bo'ladi. Qancha turi bor? Turlari, hali xalqimizda ko'p gaplar borda, erkak ekan, urg'ochisi ekan yoki operatsiya qilsa ko'payib ketar ekan dedi-da. Unaqa narsa bo'lmaydi. Gemorroyda 2 xil turi bor, 3 xil. Tashqi, ichki hamda kombinirованный deydi. Ham tashqi, ham ichki turlari bor. Keyin kechishi bo'yicha o'tkir hamda surunkali turlari bor. Og'irlik darajasi bo'yicha 4 ta og'irlik darajasi bor. Asha 1-chi, 2-chi, 3-chi darajalarda lazer yordamida operatsiya qilsa bo'ladi. 4-chi darajalar haligi o'ta og'ir holatlarda unda traditsion oddiy usulda qilishni tavsiya qilamiz bemorlarimizga. 4-daraja.
Ha, 4-daraja. Siz ayta alasызбы? Sizdin statistikаңыз кандай? Мисалы 10 адам келе, жалпы келген адамдын сизге кайрылган бейтаптын канча пайызы ошо 4-даражада? 4-darajada 15-20% aholi 4-darajali gemoroy bilan keladi. Asosan 2-3. Lekin 1-darajali gemoroy bizda hech qachon kelmaydi. Biz xalqimiz juda sog'lig'iga e'tiborsiz. Qonasa o'zi o'tib ketadi deydi yoki og'risa o'zi o'tib ketadi deydi yoki aptekaga borib svecha mazlardan foydalanib ko'radi. Foyda bermasa, keyin bizni qabulimizga keladi. Ungacha o'zi 2-chi, 3-darajali nimaga o'tib bosqichiga o'tib qolgan bo'ladi. Эми bu gemoroydu qog'ozga o'rashtın keregi yo'q tug'anlar. Biz o'zi qog'ozga o'rayla aytamiz, to'g'ri tug'anlar. Keyir adamlardan gemoroyu qanaydi ekanda. Жүргөн сайын, баскан сайын канашы мүмкүн. Дааратканага барып, даарат ушатканда канашы мүмкүн. Ошондой учурлар сөзсүз түрдө операция болобу? Operatsiya qonasa, эгер каны постоянно канаса. Yo'q, qonasa u operatsiyaga ko'rsatma. Lekin yana bitta narsa bor. Orqa peshovda qonash bilan kechadigan bir nechta kasalliklar bor. Bittasi gemoroy, masalan, treshina bo'lishi mumkin, anal yormalari. Shu kasalliklarda qonadi. Lekin eng yomoni, bizni eng qo'rqadigan narsamiz to'g'richak o'smalarida borda, o'sha ko'pchilik tushunmasdan aptekaga borib, menda gemoroy bor deydi yoki qanaqadir tabibga boradi-da, gemoroy bor deb, gemoroyga lecheniya qilaveradi. O'zi aslida to'g'richakda o'sma bo'ladi. Keyin o'smani bizga kechki stadiyalarida kelishadi yoki bo'lmasam boshqa a'zolarga metastaz berib, juda yordam berib bo'lmaydigan holatlarda kelishadi. Shuning uchun xalqimizga tavsiyamiz, uyalmasdan, qo'rqmasdan, orqa peshovda qonayaptimi, bezovta bo'lyaptimi, mutaxassisga kelinglar, ko'ringlar, tashxis qo'ydiringlar. Mana gemoroy deb nechta odam keladi, ko'rsak ichida o'sma bo'ladi, yo o'sma kechki stadiyada bo'ladi. Shu erta stadiyalarda o'smalarni ham davolasa bo'ladi-da uni. Bizga kechki stadiyalarda yoki boshqa a'zolarga metastaz bo'lib keladi, keyin yordam berish ilojsiz bo'lib qoladi. Shuning uchun tavsiya beramiz, haligi qattiq iltimos qilamiz xalqimizdan. Shu qonasa yoki bezovta qilsa gemoroy, mutaxassisga boringlar, tekshirtiringlar, diagnoz tashxis qo'ydirib turib, keyin davolash ishlarini olib borish kerak. O'z boshimchalikda uyda ko'r-ko'rona, bilmasdan, tushunmasdan har xil narsalar qilib qo'yib bo'lmaydi. Сөзсүз түрдө проктологго келип көрүнүшкө туура келет. Көрүнүш керек. Gemoroydун дагы экинчи бир түрү бар экен. Бул көбүнчө даратушка, оор даратушаткан учурда бул баягы ичегиси сыртына чыгып калат экен. Tushuvchi gemoroylar bo'ladi. Tashqi gemoroyda turlari bor. Tashqi va ichki. Ichki gemoroylar o'sha darajasiga qarab turib tushib boradi. Masalan, ikkinchi daraja, birinchi bosqichda tushmaydi tashqariga, ikkinchi, uchinchi bosqichlarda tushishni boshlaydi. Uchinchi bosqichda masalan qo'lda to'g'rilasa bo'ladi. Agar qo'lda ham to'g'rilab tiqolmaydigan bo'lsa, u 4-darajali gemoroy bo'ladi. Shunaqa darajalari bor. Xudoy saqlasin. Keyin buni davolab yurmasa, masalan, boshqa asoratlar kelib chiqadi. Masalan, gemoroy treshina bilan asoratlanishi mumkin. Gemoroy yiringlab qolib parapraktit bilan asoratlanishi mumkin. Qisqasi, yomonlashadiki, yaxshi bo'lmaydi-da, o'zicha yaxshi bo'lib ketmaydi bu. Shuning uchun mutaxassisga ko'rinish kerak. Сөзсүз түрдө келип проктологго ошо Хасанбай мырзага командасы менен иштейт экен. Келип көрүнөсүздөр, анан даражасын аныктайт, анан дарылоонун жолун аныктайт. Муну жөн эле без операция дарыласа болот деп айтат, же болбосо муну операция кылыш керек сөзсүз түрдө. Анын чыгымы мынча деп айтат. Чыгым демекчи, сиздерде расход, төлөм канча? To'lov masalalari hozirgi kunda, bugungi kunda o'sha gemoroyda operatsiya qilish, общий hamma yo'g'i bo'lib 3,5 million so'mdan 6 million so'mgacha bo'lyapti. Bu o'sha qaysi usulda bo'lishiga qarab, masalan, traditsion oddiy qo'lda kesib qilinadigan bo'lsa 3,5 million so'm yoki qanaqadir ma'lum invaziv yuqori texnologiyali usullarda bo'lsa 6 million so'mgacha bo'ladi. Shu hamma rasxodlari ichida bo'ladi. Keyin yana bir ta'kidlab o'tadigan joyimiz, masalan, qo'shni respublikalardan keladi, Qirg'izistondan, Tojikistondan, Qozog'istondan bizga. Ular o'ylashadiki, narxlar chet el fuqarolari uchun yuqoriroq deb o'ylashadi, lekin bizning klinikamiz unaqa emas. O'sha O'zbekiston fuqarolari bilan bir xil narxda, keyin o'sha propiska masalasi ham shu bansamizga qo'yiladi, u ham hal qilingan. Yaxshi. Tushundingizlar o'xshaydi, ha? Keybiringizlar, misol o'zbek tilinde tushunmay qolsangizlar, men qaytalab aytib qo'yin. Negizi dollar menен eseptegende qancha dollardan qancha dollarga чейин төлөм? $300, $400 atrofida bo'ladi. Gemoroydu operatsiya qildirish shu $300dan $400ga чейин, andan көбөйсө таза болбой калса $500ga чейин барышы мүмкүн. Эми баягы жатак жайы, тамак ашы ушул жердеги шарты баары ичинде. Hammasi ichida. Баары ичинде. Туурабы? Tekshiruvlar hamma yo'g'i shuni ichida bo'ladi. Эми баягы gemoroydун категориясына, даражасына жараша болот да.
Анан дагы бир нерсени баса белгилеп айтабыз. Сиздер ойлобоңуздар. Биз Кыргызстандан барсак, Өзбекстанда кыргызстандыктарга чет элден келгендерге бир аз кымбатыраак жасашы мүмкүн деген ойду бул жерден алып саласыздар. Андай эмес. Өзбекстандык өзбекке канча сумга жасаса, Кыргызстандан келсе, Казакстан, Тажикстандан келсе да ошол эле суммага жасайт экен. Айырмасы жок. Бейтап болсо болду. Баары суммасы, баасы бирдей экен, туурабы? Ушунака. Туура. Дагы айта турган кандай жагдай бар? Эмнени белгилебей калдык? Мен суроо бербей калбадымбы? Эсиме келгенин сурадым. Qiziqtirgan savollar bo'lsa, o'sha kommentar telefon raqamlarimizni beramiz. Bemalol bog'lanib, 24 soatlik call centerimiz bor, xizmatda bo'ladi. Telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Daregi qanday? Humometning daregini aytib qo'ysangiz. Ha, manzilimiz Andijon shahar Mustaqillik ko'chasi 3-uy, Mo'ljal Bobur Arena'ning ro'parasida stadionimiz bor. O'sha stadionning ro'parasida Humomet klinikasi. Humomet klinikasi. Men dagı bir nerseni basa belgilep aytam. Bul Humomet klinikasi proktologiya bölümü. Bul sizler bilgen Özbekistan'a belgili bolgon Sehat klinikasının bir bölümü katары işleyt. Kalasanızlar sizler çekaradan ötkende meni Sehatqa alып barıp koy desеңиздер деле таксист Sehatqa alып келсе, Sehatqa girip справочныйга кайрылсаңыздар, ал жердеги жигиттер бул жерге алып келип коет сиздер. Аралыгы жакын эле. Аз эле убакытта жетип келесиздер, машина менен көп болсо 3 мүнөт. Жөө келсе деле болот. Келесиздер ушул жерде Хасанбай мырзага жолугасыздар, анан сиздердин геморроюңуздардын даражасын аныктайт. Операция оңой эле болобу? Мындай оорубайбы, ачышпайбы? Yo'q, operatsiyalar oldingi usullarda qilinmaydi. Hozir operatsiyadan keyingi davr ancha yaxshilangan. Zamonaviy metodlar chiqqan, yaxshi dori-darmonlar chiqqan. Avvalgida bemorlarimiz qiynalmaydi. Hammasi davolni xursand. Qirg'izistondan ayniqsa rosa ko'p keladi bizga bemorlarimiz. Xursand, hammasi yaxshi, ko'z tegmasin. Maşallah. Yaxshi. Anda жыйынтайбыз. Урматтуу эл журт, урматтуу мекендештер, урматтуу момун мусулман бир туугандар. Бизди Алла Таалам инсан кылып жаратты. Бизге ден соолук берди. Бизге мындай организм, тулку бойду берди. Муну аманат кылып берди да. Аманатты биз эмне кылабыз? Мындай көздүн карегиндей сактайбыз. Өзүбүздүн ден соолугубузду өзүбүз карайлы, туура? Менин ден соолугум башка бирөөгө керек эмес да. Башка бирөөнүн ден соолугу мага керек эмес, ачык сөз. Ошон үчүн ар бир адам өзүнүн ден соолугуна өзү күйсүн, өзү камкордук кылсын. Бул геморройду жашырып, семичкедей, жүгөрү макадай кылып кармап, сактап жүрө бербей, алып келип көрсөтүңүздөр. Кесе турган болсо кесип алып таштасын, күйгүзө турган болсо күйгүзсүн, лазер менен, кыскасы дарылап жок кылсын. Аны кылса болот. Канатып, ачышып, туалетке барганда ыйынып, кыйналып, ичиңизде сактап жүрө бербеңиз, көчүктө сактап жүрө бербеңиз, жок кылыңыз. Анда мен жыйынтайм. Аманчылыкта көрүшөлү. Видеого лайк басабыз, комментарий жазабыз, жакшы пикир калтырабыз. Ушул жерге келип дарыланабыз. Ассаламу алейкум. Көрүшкөнчө. Rahmat hammaga.